Assalomu alaykum. Bugun bizda ertalabda yana bir ajib natijamiz. Bizaga Xorazmdan murojaat qilgan O'ktam akamizda avvalgi safarlarni ham videoga oluvdik. Jigar sirrozi 4-bosqich transplantatsiya qiladigan holatda edi. Bularni o'zlarini talab va istaklariga muvofiq biz integrativ davo usulini qo'llagan edik. Ya'ni ham zamonaviy protokollar va shu dorivor giyohlardan tashkil topgan juda ko'p malhamlarni, yana fitochoylarni taqdim qilgan edik. Mana avvalambor yurtimizda olib borayotgan tibbiyotdagi islohotlarni mana natijasi eng zamonaviy tekshiruvlar, to'g'ri davolash, kasallikni to'g'ri tashxislash sababli mana biz nimaga erishdik. Ahamiyat berayotgan bo'lsak, bu jigarlar to'liq qurigan edi. Mana bu qismidan boshlab восстановление bo'lishga o'tgan, ya'ni tiklangan. Mana bu qismida ozginchagina qolgan. Ya'ni 80% jigari soppa-sog' ishlab turibdi. 20% da kasallanish belgilari bor. Hozir men yana o'zlariga kamerani anaqa qilaman, uzataman. Tekshirgan doktor nima deb aytdi, olgan terapiyalari qanaqa foyda berganligi to'g'risida ma'lumot beradilar. Mana buni ular o'zlarining klinikalarida, ya'ni o'zlari tarafdagi Evromed Urganchda joylashgan klinikada tekshiruvdan o'tganlar. O'ktam aka, o'zingizga buraman kamerani, mana hozir aytib berasiz. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin, ba'zan olganlar ranglari qip-qizil, sirrozni belgilari yo'q. Ko'rgan odam bu kishini sirroz ham deb bilmaydi. Avval safar 2 marta video qilinmadimi yoki oldin bitta tushirmadingiz? Bitta tushirdim. Bitta tushgansiz. Ya'ni o'zingiz tanishtirib aytavering. Qachon keldingiz? Sizga qanaqa diagnostika qo'yishgan, Hindistonga jo'natganlaringiz, bu analizlaringiz o'shalarni ham aytib bersangiz, marhamat. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Shu bu yerga kelganimda 1 yil bo'ldi. Oldin ham kelib 1 oyda 2-3 oy kelganda jigar hammasi qatish boshlab normalga tushgan edi. Qon kamaygan edi, qonamin asosida o'z nimasiga yetib bordi. Gemoglobin ko'tarildi. Qolaversa o'zimni tutishim, yurishim, hamma narsa chizdi, soppa-sog' odamda hech qanday belgini bilmayman. Shu nima deymiz, nega bog'lar, nega tushib ketgan yumurtaga shunday mana aytdim, Rabbos aytganda shu gaplarni aytdilar. Doktorga rahmat deymiz. Umrimizdan baraka topib. Demak, Xorazmlik doktorlar ham jigaring yaxshi, ancha tiklangan deb aytdi. Shu Hindistonlik doktor nima dedi? endi sog' doktor analizlar yaxshi hammasi. Prosta kelsangiz yana bir ko'rib beraveramiz bo'lgani. Analizlar yaxshi dedi. Hech qanaqangi muammo yo'q dedi. Yo'q, muammo yo'q dedi. Siz hop Xorazmni qayoqdansiz? Uyingizni adresini aytsangiz, telefon nomerlaringizni keyin yozib qo'yaman videoga. Xorazm Bog'otdan Narimon tomonidan Nurafshon shaharchasida. Yashang. Demak, olgan muolajangizdan davolanasiz, hech qanaqa pretenziyalaringiz yo'q. Yo'q, shuning uchun yana bir o'zim shunday ko'rikka keldim. Hammasi nasib yana bir ko'rsatib endi. Endi hozir kelishim ham 3 oy o'tdi. 4-joyga qaraydi keldim men. Demak, u payt ichida biron bir marotaba tabletka yo bir kuchli bir dorilar ichganingiz yo'q hech qanday. Yo'q. Shu bergan dorilaringiz nimalar bo'lgani? Giyohlar. Giyohlar ichdik. Mana Xorazmlik ko'rayotgan bo'lsanglar, bemalol mana ko'rishib, gaplashishinglar mumkin. Yana bir bor aytib o'taman. Bizda O'zbekistonda hozir shu jigar sirrozini har qanday turini ham tabletkalar bilan, ham operativ yo'llar bilan, turli xil usullar bilan davolash imkoniyati bilan o'zinglar eshitdinglar, o'z og'izlarini, hattoki Hindiston vrachlari ham ko'rinishing, analizlaring yaxshi, tekshiruvlaring yaxshi chiqqan. Ata kerak emas hech qanaqangi davolash, lekin xohlasang kelsang, yana bir qator ko'rib tekshirib berishimiz mumkin deb aytibdi. Va bular shu gapni eshitib kelib, hozir menga xursand bo'lib, slimkalarni ko'rsatdilar. Xudo xolasa mana yana bir odamni shifo topishiga, yana bir jamiyatimizga bir odamni qaytishiga sababchi bo'lib qoldik. Bugun Xudo xolasa mana yana bir xursandchilik kun. Telefon nomeringizni yozib olaman, xo'p aka?